Hurmatli kuzatuvchilar, biz yana Oltinsoy tumanidamiz. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan galgi videomiz ham Oltinsoydan bo'lgandi. Oltinsoy tumani Ovchi mahallasida 200 kvadratdan oshiq fasadimiz gipka kamin mahsulotlaridan to'liq bitkazildi. Ya'ni har doimgidek oqqa qora fasad. Hozirda eng ko'p trendga chiqqan oq rangni bilasizlar. Surxondaryoda iqlimimiz issiq bo'lgani uchun azaldan mana shu oq ranglarni juda ko'p kishi yaxshi ko'radi. Shuning uchun Hoji bobomizning xonadonini ham xuddi mana shu oqqa qora rangda fasad qilib berishdi. Buni narxlari, tartiblari haqida bizni birinchi kuzatayotganlarga qisqacha ma'lumot beramiz. Siz esa videoni o'tkazmasdan ko'rsangiz, to'liq ma'lumotlar beriladi. Xonadonimiz obshi fasadlari bo'lgan, ichkarilari endi xudo xolasa yana qanaqadir remont bo'ladi. Xo'p, To'lqin akamiz o'zlari shu yerda. To'lqin aka, ishlarni ko'rib oldingizmi? İşlarni ko'rib oldik. Bitta bu uyimizni xudo xolasa 2-3 kun oldin topshirib ketgan edik. Yaqinida kela olmay, ustalar o'zlari tugatib ketgan. Hozir mana syomka jarayoniga keldik. Umidjon bilan sokil qismlarini qilganmiz, sepalarga versachi qo'yib berdik. Har doimgidek mana shu oq-qora trend fasonda bo'lgan bu uyimiz. Однотоновый oq svetlarda. Bu uyimiz Oltinsoy tumanining Ovchi mahallasida qilib berdik. Uyimizning общий объемi 237 kvadratdan tashkil topgan. Materiali, usta haqqisi, hamma xizmatlar ichida 90 ming so'mdan qilib berganmiz Hoji bobomiz uyiga. Endi naves taglari qolgan, naves taglarini endi travertin hozirga chiqqan atachentadan qilinadi. Bular отдельно fason berilib. Shu jumlada yana bir narsani aytib o'tishimiz mumkin. Umidjon, boyagi videolarimizda ham qo'yamiz xudo xolasa. Bu gipka kamin fasad bilan shug'ullanganimiz uchun, общий ishimiz fasad ishlari bo'lganligi uchun travertin atachenta xizmatlarimizni ham yo'lga qo'ydik. Uni ham bemalol kadrlarda ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Kimgadir u xizmatlar ham kerak bo'lsa, u xizmatlar bo'yicha ham bemalol murojaat qilsa, xohlovchilar uchun yoki gipka kamin yoki travertin atachenta xizmatlarimizni ham yo'lga qo'ydik. Zo'r. Ular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Yaqinda u xizmatlarimiz bo'yicha qilinayotgan uylarimizni ham bir ko'rsatib o'tamiz, nasib bo'lsa. Videolar chiqaramiz, Ha, chiqaramiz xudo xohlasa. Bu sokillarni ham qilib berganmiz. Umidjon, qarang, bu versachilarni qo'yib, sokillariga ham qora qildik. Devor har doimgidek oq. 90 ming so'mdan hamma material, usta hammasi ichida qilib berdik. Zo'r. Shkatorkani ustidan. O'zi tashqari tomondan qarasa, unda katta uyga ko'rinib o'xshamaydi, lekin 2 etaj bo'lgani uchun. 2 etaj bo'lgani uchun uy ham qo'l, lekin kattagina. Videoga sal kichkina tushayotgan bo'lishi mumkin. Ko'chadan video qilganimda 200 kvadrat chiqarmikan deb o'ylagandim. Pastda ikkita korpusda. Katta uy ekanda. O'rtoqlar, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Surxondaryo bo'yicha va qo'shni davlatlar, Tojikistonga ham borib qilib berish xizmatlari bor. Mana Hoji bobomizning xonadonlari. Hoji bobomiz o'zlari mana. Nasib. Bobo, zakoni bo'ldimi? Yaxshi, zakon. Ayt, gap yo'q. Nasib. To'ylarda xizmat qilsin. Inshaalloh. Nasib. Faqat to'y ko'p bo'lsin. Xonadoningizda faqat to'ylarni qilib berdik. Xudo xolasa mana cho'tka chiqdi. Hamma tomon kutilgandagidek chiroyli chiqdi. Endi bu yer naves taglariga mana kafillar terildi, ustalar terish tushirdi ustalari. Bu devorlari atachenta travertin bo'ladi nasib bo'lsa. Endi uyda ichki tomoni alohida. Ichki tomoni sal boshqacharoq dizayn bo'ladi. Ko'cha tomon, hovli, tashqarilari polnish gipka kamin mahsulotlar bilan qilib berdik. Zo'r, mana cho'tka bo'lgan. Buni qarang. Xudo xolasa ana bagetlari kelgan. Travertin bo'lsa, inshaalloh bu yog'i qasara-qasar to'y. Tashqi fasadlarni ham yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman. O'rtoqlar, videoni uzmasdan olyapman, chunki sizlarga qanaqa bo'lsa, shu holatda ko'rsatib boraman. Mana tashqi fasadlarimiz, bular ham juda katta uy ekan haqiqatan. Oltinsoyda juda ko'p video chiqaramiz, o'rtoqlar. Sababi zakaz ko'p tushyapti. Keyingi zakazlarimiz o'sha Sheroboddanmi? Sheroboddan chiqaramiz, xudo xolasa keyingi uylarimizda. Kuzatib borsalaringiz, nasib bo'lsa sizlarga mana shu fasadlarda har xillaridan chiqarib boramiz. Yaqin kunlarda mana shu atachento, travertin videolari ham chiqib boradi. Sokillarni ko'rayotgan bo'lsangiz, kafelar o'rniga mana shunaqa gipka. Sokillarni ham oldinlari granit fasonlar qilardik-ku, Umidjon. Hozir bu sokilimiz baland bo'lgani uchun ham shuni o'ziga moslab g'isht shaklda qilib berdik. Chunki baland past joylari bor, sokilda o'ynagan joylari bor. Shuning uchun g'isht qilib qo'ya qoldik. Zo'r. O'rtoqlar, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Sex
Qiziriq tumanida joylashgan. Ishlab chiqarish va xizmatlar Surxondaryo bo'ylab. Aloqa shunday pastda nomerlar bor. Bemalol telefon qilasizlar. Ko'p yillik tajribaga ustalar kelib qilib berishadi. Nasib bo'lsa, Surxondaryoning issig'i, sovug'iga 100% xizmat qilib beradi deyishyapti. 10 yil kafolati bor ekan. Telefon qilasizlar. Rahmat e'tibor uchun.